Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizaga universal motokultivator keldi, 7 ot kuchlik. Xo'p, xudo xolisa buni motori pishib qopti. Motorni pishgan sababi akalar. Men bu idishiga yo'q quymagan. Men bu urvinga mana aytdim mah keyin min deb qo'yilgan. Hech bo'lmasa minda ham emasdan mahga keltirib qo'yish kerak o'zi moyga. Moy umuman qo'yishmagan. Xo'p, xudo xolasa buni to'g'rilab beramiz. Motorni ochib, boshqa qilib. Bunaqa motokultivatorlar olib kelaverasizlar qo'ldan kelgancha. Xohlasanglar motorni o'zini, xohlasanglar korobkasini o'zini jo'natinglar. Farqi yo'q, qilaveramiz. Keyin bularga truz, karburator, svicha, pichoq, uncha nima kerak zapchastlar bo'lsa telefon qilaveringlar, zapchastlar bor. Mana shunaqa motokultivatorlarni ham zapchastga olamiz. Kichkina motokultivator, katta motokultivatorlarni xohlasa zapchastga olamiz qo'ldan kelgancha. Xo'p, bundan tashqari mana bunaqa suv pompalarini remont qilamiz. Mana tashab ketishgan 1, 2, 3, 4 razboron qilib qo'yilgan pompalar. Shunaqalarni ham remont qilamiz. Benzinli mireylar remont qilinadi. Mana benzinlik. Zuburlar remont qilinadi. Mana bunaqa zuburlar. Hamma texnika remont. Mana motobloklar. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Buni endi razbor qilib ko'ramiz. Motorda nima gap? Ko'lsa porshimmi, gilza porshimmikin, nimasi ekan? Xudo xolisa to'g'rilab berishga harakat qilamiz. Manzilimiz Toshkent viloyat Piskent tumanida ukalar. Manzilimiz Toshkent viloyat Piskent tumanida. Xudo xolisa endi bu yoqqa qo'ldan kelgancha to'g'rilab beramiz. Xo'p. Telegram, Instagram, YouTube, TikTok'larning hammasida Jamol usta deb yozsanglar kanallarim, gruppalarim chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Xudo xolisa qo'ldan kelgancha akalar to'g'rilab beramiz. Posilka qilib jo'natib yuborsanglar ham remont qilib beraveramiz. Bu yoqqa Buxoro, Qashqadaryo, bu yoqqa Andijon, Toshkent polni kelishadi, olib kelishadi, jo'natib yuborishadi. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz akalar. Xudo xolasa uni ochamiz. Nima gapkin, nima so'zkin. Iloji boricha kam chiqim deydimi, shunaqa qilib berishimizga to'g'ri keladi. Neki birovini olishgan ekan. Bir kun ishlatib shu ahvolga tushib qoldi deyshadi. Lekin u egasi o'zi yo'q quymagan, bular qayerdan bilsin deydi. Mayli ko'raylik, ko'lsa porshim bo'lsin ish qilib. Gilza yeyib ketmagan bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa. Mana xudo xolasa porshim ko'lsachalarni alishtirib qo'ydik. Shu porshim ko'lsalar yeyilgan ekan ozmoz. Xudo xolasa to'g'rilab qo'ydik. Qo'ldan kelgancha akalar bu yoqqa betdan o'chiradigan yoqadigani bor ekan buni. Bu akalar gilza uncha yeyilmabdi, lekin ko'lsa porshini yeyilgan. Sababi nimaga sizlarga aytib o'tamiz hozir. Ключim ham narada qoldi. Shuni bir ko'rsatay dedim. Ko'pchilik akalar ko'rmagansizlar shu narsani. Yo'qsa bilmaysizlar. Shularni ham diqqat bilan ko'rib o'tinglar. Bosh og'riqlar borda. Kulishlarimni nara qolib tashladim. Üstüme böyle kulicin yo'qmi deylar. Kulish narada akalar. Xo'p, bu kela ketdiki akalar, qaranglar. Ko'rinyaptimi? Tuproqlar ko'rinyaptimi? Bu qaranglar.
changga qaranglar, zako'yni chang ko'tariladi. Akalar kelibdiki, betga yog' solinmagan akalar. Mana o'zi min degan anaqasi bor. Shu normaga solib qo'yish kerak. Bunga solinmagan. Shu uchun tezroq ko'lsa, gilzalar yeyilish shundan bo'ladi. Bir xilda bu motorlar gilzasi yeyilib ketadi ko'lsasi bilan. Bir xilda ko'lsasini o'zi yeyilib ketadi. Ko'lsa qo'shinlari bilan. Endi hammasi har xilda. Hozir bu egasiga baribir o'sha kuni ham aytdim. Hozir yana kelsa yana aytaman. Yog' solib olish kerak. Yog' solmasa yana misol uchun bosib 5-6 kun, 5-10 kun ishlatsa yana shu ahvol ko'lsa po'rshin nimasidir yeyilib ketib, keyin ertaga aniqladi. O'shaning uchun akalar, mana qaranglar, changga qaranglar. Ey, bu changlarni. Ozmunchami? Mana bunisi ham mana changga yotibdi. Mana. Mana qaranglar. Ey. Ozmuncha chang, buni ichida yana bor ekan. O'shaning uchun akalar, ukalar buni tozalab yurish kerak. Tozalamazlar mana shunaqa yonib ketadi bu. Keyin motor tez o'lishi bo'ladi. Bitta yaxshigina chang o'tadi-da. Buni chang birpasda aniqladi, yomon qiladi. Endi qaysi biriga men hayron qolaman. Bir xilda gilza, bir xilda ko'lsa po'rshin yeyilib ketadi. Bir xilda ko'lsa po'rshin bilan gilza ham yeyilib ketadi. Bu akamiznikida faqat avnaqasi yeyilgan. Nima? Ko'lsa po'rshin yeyilgan. Hammasida har xil. Bir xillari klapin ham qo'shilib yeyilib ketadi, bir xillari mana bu motorda faqat po'rshin ko'lsa bilan po'rshin ko'lsani o'zi yeyilgan, lekin klapin yeyilmagan, boshqa qilmagan. Lekin ko'lsa po'rshin yeyilib ketgan. Kimlarnikidadir ko'lsa po'rshin ham, gilza po'rshin ham, klapin ham yeyilib ketadi. Mana hammasida har xil. Birini metal bundoq, birini metal bundoqmi. Shunga Xudo xolasa like bosib qo'yasizlar, qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Shunaqa motorlar bo'lsa olib kelaverasizlar, qilib beraveramiz. Bu payt quruq o'zini jo'natsanglar ham. Bunda hozir faqat moyini yangi qo'ydik, moy po'rshin ko'lsa yangi qo'yildi, bo'ldi. Prokladkasi ochilgandan keyin prokladkani to'g'rilab yig'ib yurgizib qo'ydik. Shu vozdux siliga qaranglar. Vozdux siliga qaramasanglar bir tiyin. Like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa. Mana bunaqa nasoslarni ham pompasi bilan silib, pompasi bilan olib kelaverasizlar, qilib. Mana bu yog'da 1, 2, 3, 4 ta turibdi mana. Mana o'sha buni remont qilib bo'ldik. Endi gali bunga keldi. Buni qilamiz, uni qilamiz, uni qilamiz. Uni ham qilib bo'ldik. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar, tinch bo'linglar, rahmat hammaga. Like bosib qo'yinglar, akalar, omon bo'linglar. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida.